Toshkent shahrida 50 ming dollarga uchastka borsam ishonasizlarmi? O'rtoqlar, biz hozir O'rta Chirchiqqa kelganmiz. Mustaqillik mahallasi, aynan mana shu Mustaqillik mahallasi Toshkent shahriga kiritilgan. Food Citydan taxminan 5 kilometr teparoqda joylashgan. Hozir men sizlarga to'liq obzor qilib ko'rsataman. Darvozaxondan kirganingizda chap tomonda mana shunaqangi litniy kuxnyalar kutib oladi. O'zingizga ko'rib baho berib qo'yasizlar. Fayzligina xonadon. Mana bu yoqda bo'lsa bizning birinchi sanuzilimiz. Bu yoqdan o'tib boramiz. Bu yoq tomonda bo'lsa oshxona joylashmoqda. Mana shunaqangi yengil texnikalardan foydalanib qo'yishibdi. Mana bu yoqda bo'lsa yana bitta yotoqxonasi. Hop, qolgan xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu yoqda bo'lsa mehmonxonaga to'la. O'zingizga ko'rib baho berib qo'yasiz. Juda ham chiroyli mehmonxonadan chiqarib qo'yishibdi. Bu yoq tomonda bitta yotoqxona, bolalar xonasiga moslashtirsangiz bo'ladi. Yana bitta sanuzilimiz va mana bu yoqda bo'lsa Radisskiy spalniyaga joylashgan. Ko'rasizlar, o'zingizga ko'rib baho berib qo'yasizlar. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Uyni ko'rasizlar, o'zingizga bitta baho berib qo'ying. Yana bir marta eslatib o'taman. Biz hozir O'rta Chirchiqqa kelganmiz. Mustaqillik mahallasi Food Citydan taxminan 5 kilometr teparoqda joylashgan. Bu joylar aytib o'tganimdek videoni boshida shaharga kiritilgan. O'rtoqlar, mana shu ko'rayotgan xonadoninglar 2 sotix maydonga tushgan. 50 ming dollar so'rashyapti, tepasiga kelsanglar kelishiladigan joylar bo'ladi. Egalarning raqamini qoldiraman, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan ko'rdik, bizdan uzoqlashmanglar.